Shoira opa, qanaqa psixologik muammolar bilan ishlaysiz? Oila va bolalar psixologi sifatida bugungi kunda oiladagi er-xotin munosabatlari, qaynona-kelin munosabatlari, ota-ona va farzandlar o'rtasidagi munosabatlardagi nizolar, shu bilan birgalikda bolalarning psixologik holati va o'smirlik davridagi deyarli barcha muammolar bilan ishlayapman. O'smirlik davridagi bu o'sha do'stlar bilan kelisha olmaslik, darslarni o'qishni istamaslik, maktabga borishni istamaslik, agressivlik, o'g'rilik, yolg'onchilik va hokazolar. Shu bilan birgalikda shaxsiy ya'ni har bir insonning shaxsiy muammolari bilan ishlayapman. Bu demak qo'rquvlar, maqsadsizlik, hayotda biror narsaga erisha olmaslik, pulsizlik, umidsizlikka tushib qolish, oilasida ham o'zini o'rnini topolmaslik va o'ziga bo'lgan baho va ishonchning pastligi. Bu juda ham muhim masalalar, chunki bevosita uni hech kim bilan hal qila olmaydi. Sizda ham shunday muammolar bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va joyingizni band qiling.